Şivsiya Uyghur Birligining 2024-yillik xizmat xulosasi. 2024-yili 1-oyning 27-kuni Saray restoranida idora hay'at yig'ini o'tkazildi. 2023-yildagi xizmatlar xulosalandi hamda 2024-yillik xizmat planimiz muzokara qilindi. Təşkilatımızın o'rlashtirishda 2024-yili 2-oyning 24-kuni ana til so'ygisi temasida Tennisda kütüpxanasida faoliyat o'tkazildi. Beşinci aprel Barin inqilobini xotirlash va shehidlarimizni aslash yuzidan Shivsiyada yashayotgan jamoatga Saray restoranida iftorlik berildi. Shivsiyada tish doktorlik kasb bilan shug'ullanayotgan Uyg'ur yosh Amir Axtam 20 aprel kuni Tennisda kütüpxanasida təşkilatımız namida təklif qilindi hamda ko'pchilikka tish sog'lomligi haqida leksiya so'zildi. Shivsiyada faoliyat qilayotgan 4 tashkilotning hamkorlashishi bilan 27 aprel kuni Shista rayonidagi faoliyat zalida Uyg'ur madaniyat kuni nomida faoliyat o'tkazildi. Dünya Uyghur Qurultayının qurilganligining 20 yilligini tabriklashga tashkilotimiz vakil avatdi. Faoliyat 2 maydan 5 maygacha Myunxun shahrida o'tkazildi. Tashkilotimiz Stockholmning Spånga rayonida o'tkazilgan Yerva haftaligi faoliyatga qatnashib, Uyg'ur madaniyatini ko'rgazma qildi. Tashkilotimizning raisi Baxtnur xonim 2-iyun kuni Yevropa parlamenti sayloviga qatnashayotgan partiya rahbarlari bilan ko'rishib, Sharq Turkiston masalasini anglatdi. 6-iyul kuni 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash ham shehidlarni aslash yuzidan faoliyat o'tkazildi. Ham shehidlarning ro'yiga duo tilovat qilindi. 27-iyun kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining 8-navbatlik qurultayiga o'zini nomzod ko'rsatgan nomzodlardan 7 nafardan 5 nafar nomzod saylam orqali tanlab chiqildi. Saylam oxirida 28-iyul Yerkan qirg'inchiligida shehid bo'lgan qarindoshlarimiz haqida Qur'on tilovati va duolar qilindi. Tashkilotimiz 14-15 sentabr kunlari Stockholmdagi Skansen bog'chisini haqsiz ziyorat qilishga o'rlashtirdi. Bir qism Uyg'ur farzandlari ota-onalar bilan birga bog'chani ziyorat qildi. 21 sentabr kuni Shivsiyadagi 40 dan ortiq tashkilotning qatnashida Xalq malamas degan temadagi namoyishga tashkilotimiz taklif bilan qatnashdi hamda so'z qilish fursatiga ega bo'lib, Xitoy tajovuz Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi siyosatini oshkor qilingan ingliz tilidagi maqola o'qib o'tildi. 5 oktyabr kuni tashkilotimiz raisi Baxtnur xonim Sotsial Demokratlar partiyasi o'rlashtirilgan Baravarlik munbiri nomidagi yig'inga qatnashib, parlament a'zolariga Sharq Turkiston vaziyatini anglatdi. 6 oktyabr kuni tashkilotimizning o'rlashtirishida Shivsiyadagi bir qism Uyg'ur bolalarini ota-onalar bilan birlikda Skansen bog'chisini haqsiz ziyorat qildirdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining Bosniyada ochilgan 8-navbatlik qurultayiga tashkilotimizdan 4 nafar qarindoshimiz qurultay vakili bo'lib, 24 oktyabrdan 28 oktyabrgacha yig'inga qatnashdi. Tashkilotimiz raisi Baxtnur xonim qurultaydagi vakillarning bilet tashlashi bilan aylar komitetining mudiri bo'lib saylandi. 7 noyabrdan 11 noyabrgacha Polshada ochilgan Yevropa ayollar birlashmasining yig'iniga tashkilotimiz raisi Baxtnur xonim taklif bilan qatnashib, yig'inda Uyg'ur masalasini anglash bilan birga yana Dunyo ayollar tinchlik alyansi mukofotiga erishdi. Cumhuriyet günümüz 12 noyabr kuni Tennisda rayonidagi faoliyat zalida xotirlandi. Dastlabda shehidlarning ro'yiga atab duo tilovat qilindi. Faoliyat oxirida yangidan ishlangan qaytish filmi ko'pchilikning huzuriga sunildi. Urumchi o't ofisini xotirlash faoliyati 24 noyabr kuni Tennisda rayonidagi faoliyat zalida o'tkazildi. 8 dekabr kuni Stockholmdagi Sergel Tori maydonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlab namoyish olib berildi.